Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 21 dekabr 2025-yil. Men bir paytlar chiqib, ijtimoiy tarmoqqa chiqib, dunyo sahnasida aytgan edim. Dollar pechatlaydigan Rothschildlarga maqtanib, mafiyalar mana biz dollar sarf qilyapmiz, olib borib o'sha yoqqa beryapmiz, boqyapmiz O'rta Osiyoni deb. Undan keyin o'zi o'sha shahrida chiqarayotgan Coca-Colalar boshqa, biz olib borayotgan Coca-Colalar boshqa. Mana berdik hammasini mana tentak qilib qo'ydik, jindiq qilib qo'ydik, ovsar qilib qo'ydik. Hammasi bir nashavand bo'lib, bangi bo'lib, bironta sog' odam qolgan yo'q. Mana ko'r deb haligi ichki ishlarni olib borib urayotganlarini, uylarda ekskavatorman buzayotganlarini, mana yaqindagi tandurlarni buzayotganlarini, odamlarni zir qaqshatib, voydotlab bu qichqirayotganlarini ko'rsatib ko'rdingmi? Mana tentak qilib qo'ydik deb ko'rsatayotganini enolon menga ma'lumotini aytib, o'shanday qilgandan keyin men aytdimki, ey aziz vatandoshlar, sizlar YouTube'ga chiqinglar, sizlar ham mana shunaqa deyapti, shunaqa ahvol, bir sog'lom avlod qolmadi deb o'zinglarni ko'rsatinglar mana ijtimoiy tarmoqqa chiqib. Unday bo'lishi mumkin emas. Bizlardiki juda kamtar odamlar, bizi allomalar, olimlar, hammasi shoirlar, yozuvchilar, kamtar insonlar. Hozir dunyoni tekshirib o'tiribdi. Qani natijasini ko'raylikchi, nima bo'lar ekan deb sinab tomosha qilib o'tiribdi. Degan niyat bilan sizlarga chiqib aytdimki, chiqinglar dunyo sahnasiga endi. Bo'ldi. Ko'rsatinglar o'zinglarni hunaringlarni hammanglar. Borliginglarni haqiqatdan mana kuzatib o'tirgansizlar, tomosha qilib o'tirgansizlar, endi ko'rsatinglar o'zinglarni degandan keyin mana Ismat Xushib Islom Karimov qanday odam deb boshladi. Undan keyin yozuvchilar chiqdi, shoirlar chiqdi. Mana yana endi hozir men o'zimizdagi bir olimni ko'rib turib, bu olimni Jadid Media Uzakan sayti Odilxo'ja Parpiyev dunyoni qo'lga olar edik degan sarlavhada men shu odamni qayta olim Odilxo'ja Parpiyevni shu qanday olimligini ko'rib turib, men hammasini aytgan gapini tushunib o'tirdim. Nihoyatda o'z fikri bilan, o'zini qobiliyati bilan qayerlarda o'qib kelganlarni hammasini aytdi. Mana endi juda katta temperaturada vodorodni qizdirsa, qani nima bo'ladi, qanday bo'ladiganlarini aytgandan keyin mana olim dedim. Mana gavharlar, olmoslar ishlayapti. Bu juda qattiq metallar, dunyoda eng qimmat turadigan. Oldida hali bir ayol kishi bilan gaplashib o'tirgan joyini men tomosha qildim. Odilxo'ja Parpiyevni nihoyatda o'tkir olim. Mana o'z vataniga sodiq olim. Bu odamlar hech qachon sotilmaydi. Sotilganlar ular o'tiribdi. Amerikaga o'tib ketgan, shu dollarga qiziqtirib olib ketgan, borib mana vatangado bo'lib o'sha yerda o'tirib, viruslarni ishlab chiqarib, virus tarqatib, mana Ukrainalarga olib kelib, biologik laboratoriyalar ochib olib, odamlarga qanday qilsa qanday kasallik tarqaladi, qanday qilib o'limi ajal qiladi deb mana o'shalarda ilmlarini o'rganib, shulardan aloqa qilib butun dunyoga mana shunaqalarni mashhur qilib chiqarib o'tirgan odamlar. Mana endi nimani o'ylayapti ekan endi ular?
dollardi deb borib olib, endi o'zi o'sha yerda novvot qilyapti, novvot chiqaryapti, parvardalar chiqaryapti. Uni ichiga zaharni qo'shib, haligi atom elektrostansiyasini paroshogini qo'shtirib, bu nimaligini bilmaydi, shuni qo'shib qo'yaverdi. Nima ishing bor seni deyapti. Ana bu yoqqa jo'natyapti, ana shunaqa qilib tekshirib. Mana bunaqa ishlar bo'lyapti. Endi bizni olimlar, mana endi shoirlar, yana yozuvchilar chiqyapti. Juda ko'p nimalar chiqyapti endi sekin-sekin. Mana endi buni nima deyapti hozir? Mana shu bugun, mana shu bugun 21-dekabr kuni ularda Siruda ko'rsatayotganini ko'rib, qasamxo'r, qani bu yoqqa kel, qo'limda chaqirib olib qo'li bilan. Bu yoqqa kel. Mana ularni qara. Mana olimni qara, mana Odilxo'ja Parpiyevni ko'ryapsanmi? Ha, bunaqa olimlar qanaqasiga sen biz tentak qilib qo'ydik ularni hammasini. Mana bironta dimi chiqmaydi. Mana faqat shu militsiya xodimlari, ichki ishlar faqat odamlar urayotganini ko'rsatyapsan xolos. Bu yoqda mana endi chiqyapti-ku mana. Qancha olimlar bor ekan. Mana Zarifboy Ubaydillayevlarni ko'ryapti. Psixoterapiya olim. Undan keyin yonidagi ustozlarini ko'ryapti. Undan keyin mana shu haligi yozuvchi edi, hozir ismdan chiqib qoldi, yozuvchi. Mana menga qo'yib qo'yishim kerak edi, familiyasini aytganim. Endi shular mana yozuvchilar chiqyapti. Mana ko'ryapsan, mana odamlar juda ko'p ekan-ku, bu olimlar tiqilib ketibdi-yu, mana soppa-sog' gapirishyapti-ku, mana bunaqa vodorodni kuydirib, mana bunaqa olmaslarni olyapti. Men o'sha Odilxo'ja Parpiyevni aytayotgan narsasini qarang. Uchar tarelkani shunaqangi metalldan ishlaydiki, u bo'lak bo'lmaydi-da, uchar tarelka. Hech qachon sinmaydi. Shunaqangi mustahkam narsaki, mana Odilxo'ja Parpiyev aytgandek, u temirni kesadi uni. Enoloni ozgina temiri shu temirlarni kesadi. Chunki bu qayerdan paydo bo'lyapti? Vodorod quyoshning ichida. Shunaqangi haroratda, kuchli temperaturada parchalanib uchib chiqib ketgandan keyin fazoda bir cheksiz ketadi o'zi, bir yoqqa uchib. Ana undan keyin uchar taralkalar bu shu quyoshdan uchib chiqqan qattiq metallarni yana ham qattig'i bilan kesib, mana shu quyoshdan oladi bular hamma narsa. Uchib yurgan temirlarni vodoroddan chiqdi-da bu. Mana Odilxo'ja Parpiyev, siz ham agar meni gapimni eshitsangiz, quyoshdan tarqalib chiqayotgan temirlarni enologlar yig'ib o'zini davlatiga, o'zini planetasiga olib borib shunaqa narsalarni ishlaydi. Juda qattiq, mana parchalanib tushgan haligilarda, osmondan tushgan nimalarni ko'ryapti-ku. Bunaqangi qattiq metallar hali bizda uchramagan bunaqa deb aytayapti-ku Rossiyaning olimlari. Mana ularni mana ko'rib turib, enolog menga ma'lumotini berdi. Ha, O'zbekistonda tiqilib yotibdi-ku. Haqiqatan sen olimlarini, sen ana pulidagi olimlarni yo'q qilsan xolos-da. Bu yoqda olimlar hammasi mana ko'rsatyapti-ku, bir shoirlar chiqyapti, yozuvchilar chiqyapti. Bor ekan-ku. deyapti-da, mana ko'rdingizmi? Chaqirib olib haligini qavurg'asidan ilib qo'ydi. O'ldirib uni dedi, peshonasidan otib chiqib bizni oldigani uchun dedi, Rotchildlar aytdi. Tarsilatib otib tashladi peshonasidan, qasamxo'rlar. Mana YouTube kanaliga chiqib ko'rinsanglar, aziz vatandoshlarim. Men chiqib birinchilardan bo'lib o'tgan oldin mana u ilohiy tuzum ko'rsatuvimda o'zbekni maqtab chiqdim men. O'zbek millatini, kimligini, qandayligini. Mana endi bir-biringlarni maqtashinglar kerak. Hech kim o'zini maqtamaydi-ku. Oybek Xomut Olimjonni maqtagan. Shuhrat Po'lat Mo'minni maqtagan, Shuhrat shoir. Po'lat Mo'min Shuhrat shoirni maqtagan, ammo unday bo'ladi. Mana chiqib men xudo xolasa uchrashadigan joyim bor. Bir odam bilan uchrashaman. Men o'sha
planetadan qanday qilib kelganimni, qanday qilib tushirganini shunday borib isbotlab gapirish niyatim bor meni. Shu mana shu yerda o'tirib olib menga qaydangi ko'rolmaydigan baxil shunchalik ichi qora odamlar bo'ladimi? Enilov haqida gapirsang, bu deydi. Men shuni Xudo xolasa kerakli joyingga borib isbotlab beraman. Isbotlab beraman. Katta ana unga yig'iladi keyin, ko'rinadi keyin meni aytayotgan gaplarim Xudo xolasa. Mana sizlarga Enilov ma'lumoti. Mana YouTube kanaliga, ijtimoiy tarmoqqa chiqaveringlar. Blogerlar, o'sha vodiydan chiqaring, o'sha Zarafshon vodiysidagilar chiqaring. Zarafshon vodiylariga qayerlar kiradi? O'sha Samarqand, Buxoro, Jizzax, o'shalar Zarafshon vodiysiga kiradi. Bizdagi vodiy bu ana bu vodiyda xullas. Vodiyga Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon kiradi bu vodiyga. Bu vodiyga. Zarafshon vodiysiga u yoq kiradi. Bizda ikkita yana ikkitamidi, uchtamidi esimdan chiqib qolibdi. 3 ta vodiy bor O'zbekistonda o'zi aslida. Ikkitamikan yo'q. Shularda aniqlanglar sizlar. Vodiy nechta? Qit'a nechta? Osiyo qayerda? O'rta Osiyo qayerda? Markaziy Osiyo qayerda? Hammasini chiqinglar, gapiringlar, mana adashavermasin hozir. Mana prezidentimiz ham o'zini yashayotgan joyini Markaziy Osiyo deb yotdi. Bo'lmaydi unaqa. Markaziy Osiyo qayerda-yu, O'rta Osiyo qayerda? Mana shu o'sha geografiyalardan adabiyot, mana tarixni ko'p maqtab chiqyapti. Mana endi hozir adabiyotni maqtab chiqyapti. Mana bugun Mashrab go'rlarini qabrlarini ko'rsatyapti. Mashrab shoir Mashrabdi. Bu Karimov o'zi kirib kelganda, chiqqanda birinchi dindir ruxsat berdi dinga. Undan keyin o'sha din to'g'risida mana yozilgan, dini aralashtirib yozilgan adabiyotlarda Ahmad Yassaviyni hech kim bilmasdi. Mana Karimov shularni chiqardi, ko'rsatdi mana Ahmad Yassaviyni. Butun allomalarda ruh poklarini poklab berdi Karimov. Masjidlar hech qayerda yo'q edi, masjid qurmasdi. O'sha Islom Karimov shu masjidlarni rivojlantirib. Ana undan keyin kim yo'q qilishni boshladi bu yerda. G'arbni mafiyasi yo'q qilishni boshladi. G'arb kirib rosvo qildi hozir. Hozir mana ochilyapti. Ularni ketgani aniq bo'ldi. Shu 19-fevral kuni soat 1dan 5gacha samolyot har 5 minutda uchdimi? Bo'ldi, o'shada hisob kitobini qilib olgan Amerika. Endi ko'yni o'rniga tushgan endi bo'ldi. Qiziqmay qoldi. Endi Yevropa qiziqyapti. O'shalar bo'lish kerak emas bizda. Sog' salomat bo'linglar.